Qoida shariatda shuki, bir nafar o'g'irlik qilsa, o'g'irligi qat'iy sobit bo'lsa, unga haj joriy bo'ladi. Yoki jamiada bir nafar fosid bir tani molini o'g'irladi, kelsinga hokim o'shani qo'lini kessin, mard ekan qaytu boshqa bir tani molini o'g'irlasin. Past payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha borasida vosita bo'ldilarki, ishi bir izzatmand xonavodadan shu o'g'irlik etdi, shuni qo'li kesilmasin. Ora payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Oyasan vosita bo'lasanmi Alloh taoloning hadlaridan bir hadya? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zindagilarida qanday odil bo'lgan. Hadis muborakada zikr bo'ladi. An Aisha zawjin Nabiy sallallohu alayhi vasallam radhiyallohu ta'ala anha. Hazrat Aisha ummul mu'minin, sizlarning onangiz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zavjalari, xotinlaridan rivoyat bo'lgan. Anna Qurayshan ahammahum sha'nul mar'ati allati sarqat fi ahdi Nabiy sallallohu alayhi vasallam fi ghazwatil Fath. G'azva-i Fathda o'zdan bir xotin Qurayshlardan o'g'irlik qildi. Bu bir izzatmand xonavodadan edi. Qoida shariatda shuki, bir nafar o'g'irlik qilsa, o'g'irligi qat'iy sobit bo'lsa, unga haj joriy bo'ladi. Ya'ni ki o'sha nisobga barobar bo'lsa, haj joriy bo'ladi, qo'li kesiladi. Alloh taolo aytgan uni: "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba." O'g'irlik etikon xoyirkaydan bo'lsin, xos siyosardan bo'lsin, o'g'irligi sobit bo'lgandan sonra daqiq sizlar uni qo'lini qat'a qiling. Shariat bu hukmni qilgan. Dunyo bu o'zi e'tiroz etadiki, qo'l qat'a qilishlik yo zinokorda zinosi sobit bo'lgandan sonra uni ustiga haj joriy qilishlik, sanksor qilishlik yo bir tani qasddan begunoh o'ldiradi, uni ustiga qisos joriy bo'lishlik. Aytadiki, bu mardona zulm bo'ladi dedi. Darholiki bu zulm emas, bizlarning foydamiz ham. Zamoniki jamiada bir nafar fosid bir tani molini o'g'irladi, kelsinga hokim o'shani qo'lini kessin, mard ekan qaytu boshqa bir tani molini o'g'irlasin. Bizlarning foydamiz ham ekan, nuqsoz ham ekan. Zamoniki bir tani nohaq o'ldiradi, qisos shani ustida joriy bo'lsin, ya'man bir tani nohaq o'ldira olmaydi. Alloh taolo aytadi: "Valakum fil qisosi hayatun ya ulil albab." Sizlar uchun qisosda zindalik bor. Qisos agarchi bir nafar dunyodan ketadi, o'ldiriladi, lekin tamom nafarni zinda qolishiga sabab bo'ladi. Bir nafar bir tani qasddan o'ldiradi, ustiga qisos joriy bo'ladi, haj joriy bo'ladi, ya'man bir tani begunoh qasddan o'ldira olmaydi. Binoan bir xotin Qurayshilardan g'azva-i Fathda o'zida o'g'irlik qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unga hukm qildilarki, qo'li kesilsin. Bu albatta bir muisafatu, yoshligu, puldor, moldor, qudratmand xonavodasidan edi. Mardimlar aytdi: "Faqalu man yukallimu fiha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam." Mardim aytdiki, mana bu borada Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan kim gaplashdi? Ya'ni bu yerda bir Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan sulh etsalar, bir to'g'ri gapni aytsalar, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bular aytsa-ki, "Ha, shuni qo'li kesilmasin." Bular o'z ichidan aytishdiki, shu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bir mahbubroq do'sti bo'layotgan nafarni topaylik, bizlarga vosita bo'lsin, shu xotinning qo'li kesilmasin. Bular aytdiki, bunga bitta jur'at etolmaydi magar Usoma roziyallohu ta'ala anhu. Hazrati Usoma ibn Zayd roziyallohu anhu ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xeyli yaxshi ko'radilar. Hatto hibbu Rasululloh deb mashhur edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni do'st ko'rgan bir nafar edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham Hazrati Usoma roziyallohu anhu ni do'st ko'radi. Pas Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yonlariga Hazrati Usoma roziyallohu anhu o'sha xotin bilan keldilar. Pas Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha borasida vosita bo'ldilarki, ishi bir izzatmand xonavodadan shu o'g'irlik etdi, shuni qo'li kesilmasin. Holiki Usoma roziyallohu anhu ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuncha yaxshi ko'radilar. Fatalawwana wajhu Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Pas Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yuzlarining rangi tag'ir edi. Qizarib ketdilar. Shunday qarlari keldi. Qarlari kelsa ranglari qizar edi. Usomani darholiki yaxshi ko'radilar. Shu gapni aytganlik jihatdan xeyli qarlari keldi. Faqala Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Oyasan vosita bo'lasanmi Alloh taoloning hadlaridan bir hadya?
darholiki bu o'g'irlik qilgan sobit bilan o'g'irlig'i qo'liki silsin man hukm etsam, ey Usoma sen shunga vosita bo'lasanmi? Vosita bo'likonlar bilsin, bir o'z bir qimorozni kendan chopalab boradilar, vosita bo'ladilar. Bir o'g'rini kendan vosita bo'lib boradilar. Bir sharobxo'r tutilgandan sonra vosita bo'lib boradilar. Bir nafar fosit jamiada tutilgandan sonra vosita bo'lib boradilar. Mana bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning gaplarini ko'rsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Atashfa'u fi haddin min hududillah." Ey Usoma, Alloh taoloning hadlaridan bir hadisani o'tsa bo'lasanmi, shafaat etsa bo'lasanmi? Usoma ham sahoba. Sahobaday bo'lib zindagilik qilsa. Usomaga haqiqatni bildi, bilgandan sonra faqala lahu Usamatu. Usoma roziyallohu anhu aytdiki: "Istagfirli ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Menga mag'firat talab eting ey payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Men bilmayman deb shu gapni aytdilar." Binoan ulayki biron vaqt yonlaridan ishtiboh bo'ladi. Behuda gapni aytadilar. Behtar shuki agar sahobani zindagilikday zindagi qilaman desara, darholiki sahoba payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zindagilikday zindagilik qiladi. Yonlaridan bir ishtiboh bo'ladi, og'izlaridan gap chiqadi, mag'firat talab etsinlar, baxshish talab qilsinlar. Usoma roziyallohu anhu aytdiki: "Menga mag'firat talab eting ey Rasululloh sollallohu alayhi vasallam." Falamma kana al-ashiy qama Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Zamoniki pishin bo'ldi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam minbarga chiqdilar. Mardimga xutba bayon etdilar. Alloh taolo sano etdilar, u zotdek Alloh taolo o'shanga ahlidir. Hamd sano etgandan sonra mardimga bayon qildilar. Summa qala amma ba'du. Undan sonra aytdilarki: "Fa innama ahlakallazina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim ash-sharif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadda." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mardimga bayon etdilar: "Ey mardim, bilinglar, sizlardan avvalgi o'tgan nafarlarni halok qilgan mana shu gap. Zamoniki ularning ichida bir zaif, g'arib, faqir, bequdrat nafar o'g'irlik qilsa, o'g'irlikda haddini o'shan ustida joriy qiladilar. Zamoniki ularni bir puldorligi, qudratmandrog'i agar o'g'irlik qilsa, ularga haddi joriy qilmaydilar. Mana o'sha avvalgi o'tgan ummatlarni halok etdi." Payg'ambar o'z xuddan payg'ambar 1400 qancha yil o'tgandan sonra ham bizda sallallohu alayhi vasallam deymiz, uni tariqida bizda namoz o'qiymiz, uni tariqida bizda raftor etamiz. O'z xuddan payg'ambar emas, adolat bilan qoim edi. Nima dedilar? "Va inni vallazi nafsi bi yadihi law anna Fatimata bint Muhammad sallallohu alayhi vasallam sarqat laqata'tu yadaha." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Meni o'zim batahqiq qasam uzotiki, meni jonim o'shani bilokay qo'lidadir. Agar Fatima Muhammadning qizi, meni qizim agar o'g'irlik qilsa ham qo'lini kesaman" dedi. Agar Fatima meni qizim o'g'irlik qilsa ham qo'lini kesaman dedilar. Darholiki sizlar bir muisafat, bir pulda, bir qudratmand nafarni qizi o'g'irlangani uchun menga sizlar vosita bo'lasizlar. Agar shu qizim agar meni o'g'irlik qilsa ham darholiki qilmaydi, agar bil farz qilsa, men shamsiy haddi joriy qilaman. Hukmronlar, kattakonlar har bir zotga mutavajjih bo'lsin. Bir zotni taqsim etadi, mutavajjih bo'lsin. Bir zotga hukm etadi, u faysala qiladi, mutavajjih bo'lsin. Ikki tarafni birdek ko'rsin. Bir tarafga san o'g'irroq bo'lsan, izzatmandroq bo'lsan, puldorroq bo'lsan, qudratmandroq bo'lsan, darrov unga qarab cho'qiyvermasinlar. Bir taraf zaif bo'lsa, u g'arib bo'lsa, chunki haq bilan boyat faysala qilsinlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qanday hattoki o'zlarini qiz o'g'illari bo'lsa ham boyat haq bilan faysala qilsinlar.